Good morning YouTube ahli, qalaysizlar? Sog' salomatmi? Qaranglar. Havo ochiq, quyosh. Lekin mana bu odamga qarab ham bilsangizlar bo'ladi, sovuq. Bizlar o'sha uyimizdan ancha yurib qo'ydik. Lekin manzilimizgacha hali bor. Sovuq, qorda sovug'i, chunki biza qor bor joylarga boryapmiz. Hozir qarang, kurtka kiyib olganman qo'limga. Ba'zilar ham de shortikda yuribdi. Bu amerikanskiy vibe. Thank you. Amerikada shortik bilan oyog'iga etek ham kiyib yurishaveradi. Bless you. Thank you. Tak, ana magazinga kirib kofe olamiz hozir. Qo'llarimizni yuvib, hojatga kirib, keyin shirinliklar olamiz. Ungacha mashinamiz zapravka bo'layapti. Pizza. Qanaysi yo'q-e? Qanaysi? Odamni yonidagi sherigi zo'r bo'lsa, uzoq yo'l ham hech narsa emas, to'g'rimi? Shu zeriktirmasdan mazza qilib, kuldirib bir narsalarni gapirib kelyapman. Xo'jayinim mazza qilib kelyaptilar. Almashib mashina haydadik. Charchab qolmasinlar deb almashib mashina haydadik. Ana o'rtoqlar. Xo'jayinim. Qorlarni, nima, tog'larni qaranglar. Qor deyman-a. Qorga endi boramiz. Lekin sovug'i aniq qordiki. O, nerda mashinamiz zaryadka olyapti. Xullas, bizaga dalshi oq yo'l, sizlarga esa yaxshi kayfiyat.